Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan ushbu videoda arab tilidagi bir testni tahlil qilamiz. Ra'aytul mumarridati yukhlisna fi amalihinna. O'z ishlarida ixlosli bo'lgan hamshiralarni ko'rdim. Ixtaril hala min hadhihi al-jumla. Mana shu jumladagi, shu gapdagi hol vazifasini bajarayotgan kalimani yoki holni ko'rsating, belgilang. Variantlarimiz al-mumarridat الجملة الفعلية عملهن لا يوجد الحال في هذه الجملة. Hop. Mana shu o'rinda biz jumlamizni o'zini bir sira e'roblab chiqamiz. Ana shundan keyin bizga bu jumlamizdagi hol o'zi ma'lum bo'ladi. Ro'a fe'l mozi sukunga mabni. Tu zammaga mabni bo'lgan zamir foilni raf o'rnida turibdi. Al-mumarridati maf'ulun bihi mansub, alomati esa kasra, fathadan o'rin bosar o'laroq, chunki u jam muannas solim ism. Yukhlisna fi amalihinna, endi bu jumla fe'liya holning nasb o'rnida turibdi deyiladi. Nega desa, chunki ba'dal ma'arif hal ahval degan qoida bor. Ba'dan nakirat sifa va ba'dal ma'arif ahval, ya'ni nakra ismdan keyin kelgan jumla sifat bo'ladi. Ma'rifa ismdan keyin kelgan jumla hol bo'ladi. Shunga ko'ra demak al-mumarridat ma'rifami? Ha. Bundan keyin kelayotgan mana bu fe'liy jumlamiz demak shunga ko'ra holning nasb o'rnida turgan bo'ladi. Shu e'tibordan biz variantlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, al-mumarridati maf'ulun bihi dedik buni. Maf'ulun bihi dedik va bizga esa hol kerak. Demak, A variantimiz xato. Ikkinchi B variantimiz al-jumlatul fi'liyat, fe'liy jumla, ya'ni fe'liy jumla. Mana shu hol o'rnida turibdi deyapti. Xo'p deb buni hozircha qabul qilib turamiz, chunki bunga e'tirozimiz yo'q. Biz e'roblaganimizda ham aynan mana shu e'robni aytgan edik. Ammo biz yana keyingi ikkita variantni ham xato ekanligini isbotlashligimiz kerak. Xo'p, amalihinna javobda amalihinna. Buni olamizmi yo'qmi? Bu amali, bu fi kalimasidan keyin kelganligi uchun jar o'rnida turibdi amal. Jar o'rnida. Hinna degan bu zamirimiz ham jar o'rnida, mudof ilayhni jar o'rnida turibdi deyiladi. Shuning uchun bu demak hol o'rnida emas, jar o'rnida. Xato variant bu ham. Xo'p. Ya'ni shuni fi mahalli jar yozib qo'yaman. Hinnan e'tiboridan. Hop, D variantimiz nega xato? Xatoligini ko'rsatib berishimiz kerak. La yujadul hal fi hadhihi al-jumla. Ushbu jumlada umuman hol degan bir gap bo'lagi yo'q deyapti. Bizga ko'ra ba'dal ma'arif ahval, mana shu qoidamizga ko'ra demak al-mumarridat ma'rifami? Ha, ma'rifa. Mana shu ma'rifadan keyin kelayotgan demak jumla hol bo'lishi kerak. Shunga ko'ra demak D xato bo'ladi. To'g'ri javobimiz esa B variant qoldi.